Bugun dushanba 27-aprel. Men ishdan keldim. Make-upimni yechaman. Bugun nimagadir yuzim juda ham quruq. Elf anaqasidan boshlab foydalanamiz. Make-up melting cleansing balm. Xullas, oxirgi uzun reelslarimdan erkaklarga ko'krak nega kerak degan reelsimga juda ham ko'p negativlar tushdi. Pozitivlar ham bor edi, negativlar lekin ko'proq bo'ldi. Shunga o'yladim. Nega? Men nima qildimki o'tda sizlar o'zingizlarga negativchilar kelib menga unaqa deysizlar, bunaqa deysizlar. Men chin dildan dinga qiziqqan odam bo'lsam, tasavvur qilinglar dedim. Din unaqa deganim yo'q. Nega o'zingizlarga shunaqa jur'at berasizlarki, kelib bir nima suv nima tashib ketsam, semiraman deb o'ylaysizlarmi? Yo, hamma kommentlarni o'qib sizlarni olqishlaydi deb o'ylaysizlarmi? Tushunmayman lekin. Nega? Ilm dindan xabaringlar bo'lsa-yu, meni savolimda oxirida bergan savolimga mana bunaqa javob bo'ladi deb, keyin balki mayli haqorat qilsangiz ham haqorat dindan xabari bor odam umuman haqorat qilish kerak emas. Haqorat qilish bu gunoh emasmi? Keyin men mayli dindan xabarim yo'q, haqiqatan toza qiziqishimni meni negativlar bilan so'ndirib, o'ylamaysizlarmi dindan ham so'nib ketadi bu bola, bu qiz deb. Bitta men emas, boshqalarni ham shunaqa dindan sovutib yuboraman o'zimning negativlarimdan. Sizlar nabarot xursand bo'lishingiz kerak emasmi? Shu odam dinga qiziqyapti. Yana bitta musulmon qiziqishlari, xayolinglarni kengaytirishdan nega qo'rqasizlar? Nima qo'yga o'xshab, bittasi nima desa, ha, shunaqa ekan deb ketish kerak emas-da. Sal odam o'zi ham izlanish kerak. Men e'timodda xabarim yo'q. Balki shunaqa bo'lgandir, shunaqa sizlar nima deb o'ylaysizlar, bilgan bo'lsanglar javobini yozinglar desam, вообще не в temu, sen bidillama, sen kim ruxsat berdi og'iz ochishga, вообще не в temu, yana boshqa narsalar qo'shdinglar. Menga ular o'sha ta'sir qilmayapti-yu, prosta qiziq bo'ldi. Menga nega musulmon boshqa musulmonga qiziqqan, haqiqatan ham dinga qiziqqan paytida chekagini o'chirtirasizlar. Nega? Yana bir narsa-da, chet elda bittasi yozibdi, dunyo ko'rgan odam ekan, ayol ekansan, dindan nari tur deydi. Nega? Sen nabarat xursand bo'lishing kerak emasmi? Dinga yana bitta odam qo'shilyapti. Muhammad payg'ambarimiz hammani musulmon dinga chorlamaganmidilar? Shu hamma kelgan odamlar so'ragan savoliga jinnicha bo'ladimi, boshqacha bo'ladimi, turib olib hammani haqorat qilmagandirlar har holda. O'sha o'zlarining huquqlari, chiroyli javob berganlari bilan hammani jalb qilib, hammani shu dinga chorlamaganmidilar? Nega sizlar o'ranganlar, nega sizlar dindan xabari borlar, bu narsani o'zingizlarga yo'l qo'yasizlar? Mayli dunyo ko'rgan, balki hamma yo'qni emas, lekin ko'p joylarni ko'rgan ayoldirmanki, lekin bilasizlarmi, qayerga bormasam o'zbeklarni juda ham mehribon, mehmondo'st, baxtli, chiroyli, xulqqa ega odam deb bilishadi statistika bo'yicha. Statistikamizni almashtirishimiz kerakmi? O'zbeklarni ichi qora, zahar, tushunmagan narsasidan qo'rqib, o'ziga o'yiga ruxsat bera olmay, mana shunaqa yashaydigan odamlar deb o'zgartiramizmi statistikamizni? Bunda haqiqatan ham ochib qarasanglar, o'zbeklar shunaqa ko'p negativ tashiydi boshqa millatlarga nisbatan. Nega? Nima bo'lyaptiki, O'zbekistonda odamlar shunaqa jahldor bo'lib ketyapti. Aytadigan-ku, собака бывает кусачей от жизни своей собачьей deydi-yu. Hayotinglar shunaqa ham yomonmi? Nega? Вот men umuman tushunmayapman-da. Вообще tushunmayapman. Nega shuncha odamlarni masalan men musulmon bo'lib tug'ilmaganimda ham agar musulmon diniga o'tib, mana shu narsalarni haqiqatan ham qiziqib so'rasam, menga shunaqa postoyanno javob kelaversa negativlar, meni ko'nglim bu dindan sovmaydi. Qani aytinglarchi o'zingizlar, negativ tashlayotganlar. Bittasi bidirlama, bittasi aql o'rgatma deydi. Odam qo'yga o'xshab hamma narsa eshitgan narsasiga ishonib ketib, yo'q, eshitgan narsasi, tushunmagan narsasida to'xtab qolib, bor miyasi bilan rivojlanib yashash kerak emasmi? Shunaqa narsadan ham shunaqa yomon yo'lga kirib ketadi-da. Noto'g'ri dinni noto'g'ri tushunganlar bor, o'zini yorib oladiganlari bor. Mashina qilsang jannatga tushasan deb ketaveradiganlardan bo'lish kerak emas-u. Odam sal izlanish kerak. Odam miyasida aylanib yurgan savoliga javob qidirish kerak. Men o'tda aytdim, kitoblardan qaradim, anaqalardan ChatGPTdan so'radim dedim. O'tdan hech qanaqa informatsiya topolmadim. Mehribonlar, odamlar, o'zbeklar dedim. Musulmon dinidan xabari borlardan qanaqadir javob chiqarmagan desam, yo'q.
вообще нелогично, неadekvatniy вообще javoblar berdinglar. Men u mayli bo'ldi 4-5 kun o'tdi, odamlar jim bo'lardi desam, dalshi bo'lsa bir san dinga aralashma, san boshqasan. Ha, sizlardan so'rayman, men dinga aralashaymi, dinga aralashmaymi? Sizlar bundoq o'zingizlarning huquqiylarga ahamiyat beringlar bir. Bu musulmonchilik tarafdan to'g'rimi shuncha aql o'rgatib chiqib ketish? Nabrot, singlim bunaqa bo'ladi, sal noto'g'ri o'tda gapiribsiz. Bu yerda bunaqa bo'ladi. Bitta amaki bilan yoshlari katta bitta rasmlarga qaraganda Baqara surasida hammasi keltirilgan dedilar. Qaradim Baqarani. Baqarada faqat umumiy qilib aytilgan. Mana badan a'zosi bunga javob beradi, bu badan a'zosi bunga javob beradi. Shunga ham rahmat. Odamlar yo'naltirish kerak u yaxshi narsaga kelsan. San unaqasan qilish kerak emas. Sal o'ylanib qolinglar. Nega bunaqa?